Yana bitta xonadonimizdan obzorga yetib kelganmiz. Bu xonadonimiz ham yer hisobida sotilyapti. Yaxshi mahallada, Uchtepa tumani Sharqguli mahallasida mo'ljalimiz shtab bo'lyapti. Akalar qaranglar. Tupik ko'cha, asfalt qilingan, juda ham fayzli mahalla, suv, svet, gaz, kanalizatsiyalar bor. Bu yoqda ham yana bir nechta xonadonlar bor. Men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan xonadonim mana shu bo'ladi. Tashqarida ham ancha kattagina zaxvatlari bor. Bo'tlarni ham bog'liq qo'ysalar bo'ladi. Qaranglar, mana shu xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Yer hisobida fasadini qaranglar. 13,5 metrga 30 metr kirgan 4 sotix yer maydoniga ega. Ukalar, ichkari holatini ham bir tanishaylik. To'rt burchak joy, qurilish qilsanglar, ayni muddao bo'ladi. Sonra ichkari planovkalarni ko'rsatmayman. Sababi yer hisobida bo'lgani uchun hovlini o'zini qisqacha obzor bilan tanishamiz. Mahalla yaxshi mahalla, kadastr hujjatlari tayyor holatda. Ko'rib turganingizdek, to'rt burchak katta joy. Mana egalari har bir sotuq uchun 50 ming dollardan so'rayapti. Yana kelsanglar tepasida kelishiladigan joylari bo'ladi. Mahalla ma'qul kelgan bo'lsa, joy ma'qul kelgan bo'lsa, egalar bilan primoy aloqaga chiqib tepasida kelib, dangal narxga kelishib, tepasida baraka qilib olsanglar bo'ladi. Lekin xonadon mahallasi ham zo'r joyda. Uchtepa tumani